kam uxlaydigan yoki o'z vaqtida uxlamaydigan insonlarni bosh miya faoliyati asta-sekin sustlashib boradi. Normada uyqu vaqti o'rtacha belgilangan 7-9 soat deb, lekin individual. Har bir insonda yoshi, kasbi, genetikasi, organizm holatiga qarab bu vaqt o'zgarishi mumkin. Uyqu sifatiga ta'sir qiladigan omillardan yana bittasi o'z vaqtida uxlamaslik. Misol soat 10 dan tungi soat 3 gacha bosh miyada kerakli ancha jarayonlar kechadi. Misol melatonin hosil bo'ladi. Melatonin degan gormon hosil bo'ladi. Kech uxlaydigan bemorlar, misol ba'zilar aytadi, kech uxlaydi, lekin 9 soat emas, 10 soat, 12 soat obedgacha uxlayman deydi. Lekin bu уже uyqusining sifati pasaygan bo'ladi. Uyqu shirasi vaqtini o'tkazib olgan bo'ladi. Bu holat haftasiga 1, oyiga 1 bo'lsa, bu ziyoni bo'lmasligi mumkin. Lekin surunkasiga haftalab, oylab davom etaversa, bu har xil holatlar, kasalliklar kelib chiqaveradi. Misol, migrenlar, vegetativ disfunksiyalar, depressiya holatlariga olib kelishi mumkin. Sog'lom uxlash uchun ba'zi omillarga e'tibor berishimiz zarur. Misol, 2-3 soat oldin, uxlashdan 2-3 soat oldin kofe, energetiklar ichmaslik, jismonan va ruhan zo'riqishdan tiyilish. Yotgan xona qop-qorong' bo'lishi kerak, yaxshi ventilyatsiya bo'lishi kerak. Uxlashdan 2-3 soat oldin telefon va gadjetlardan foydalanmaslik zarur. Ushbu videoni kam uxlaydiganlarga yuborib qo'ying.